Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 2-iyul 2026-yil. Yozni chillasi yoki saraton deymiz. Odatda bu payt juda issiq bo'lardi, lekin havoni qaranglar, yomg'ir yog'ib turibdi. Yozda ham yomg'ir yog'adi, lekin tez yog'ib o'tib ketardi. Bugun bo'lsa xuddi kech kuz paytida yoki bo'lmasam erta bahor paytidagi kabi ezib tinmasdan ertalabdan yog'yapti yomg'ir. Bir tarafdan juda go'zal. Mana bu daraxtlar akatsiya deyiladi, oq akatsiya. Ayniqsa iyul oyida gullaydi. Issiq kunlari gullaridan xushbo'y hid, asal hidi taralib turadi. Gullar yerlarga to'kilib oppoq bo'lib turadi. Bugun esa bular yomg'ir ostida. Yoz juda ham yaxshi o'tyapti. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Yomg'irli yoz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik azizlar.